Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. SSR davrida ishlagan, o'sha yillarda mehnat stajiga ega bo'lgan pensionerlarni haqiqatan ham kutilmagan holatlar kutishi mumkin. Bu masala faqat hozir pensiya olayotgan odamga emas, balki ota-onasi, bobosi, bu pensiyada bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki eski mehnat staji to'g'ri hisoblanganmi? Arxiv hujjatlari topilganmi? Ish haqi davrlari pensiyaga kiritilganmi yoki yo'qmi? Bularning barchasi pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p pensioner o'z haqqini talab qila oladi. Men ko'p yillik amaliyotda shuni ko'rganman. Odamlar SSR davrida 20 yil, 30 yil, hatto undan ham ko'proq ishlagan bo'ladi. Lekin pensiyaga chiqqanda ularning barcha staji to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Buning sababi har doim ham kimningdir xatosi yoki ataylab qilingan ish emas. Ko'pincha muammo eski hujjatlar, arxivdagi ma'lumotlar, korxonalarning tugatilgani, mehnat daftarchasidagi yozuvlarning noaniqligi yoki ish haqi haqidagi ma'lumotlarning topilmasligi bilan bog'liq bo'ladi. Avvallari ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi bo'lsa, odam xotirjam yurardi. Lekin bugun tizimlar yangilanmoqda, ma'lumotlar elektron bazalarga o'tkazilmoqda, arxivlar tekshirilmoqda, ayrim pensionerlarning hujjatlari qayta ko'rib chiqilmoqda. Mana shu jarayonda kutilmagan holatlar yuzaga chiqishi mumkin. Kimdadir ilgari hisobga olinmagan staj topiladi va pensiyasi oshishi ehtimoli paydo bo'ladi. Kimdadir esa aksincha hujjatdagi kamchilik sababli ayrim davrlar isbot talab qilishi mumkin. Shuning uchun men bu mavzuni syurpriz deb atayman. Kim uchundir bu yaxshi yangilik, kim uchundir esa zudlik bilan hujjat yig'ish zarurati. SSR davrida odamlarning ish faoliyati odatda mehnat daftarchasiga yozilgan. Zavod, kolxoz, sovxoz, qurilish tashkiloti, transport korxonasi, maktab, kasalxona, savdo tarmog'i, maishiy xizmat, harbiy zavodlar, temir yo'l. Aloqa tizimi bularning barchasida ishlagan odamlarning staji mehnat daftarchasi orqali tasdiqlangan. Lekin amalda har bir yozuv mukammal bo'lmagan. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor. Lekin ishdan bo'shagan sana o'chib ketgan. Yoki korxona nomi qisqartma bilan yozilgan, yoki muhr xira bosilgan, yoki lavozim yozilgan, ammo buyruq raqami ko'rsatilmagan. Oldingi davrda bunday kamchiliklar ba'zan uncha katta muammo bo'lmagan. Chunki mahalliy mutaxassislar korxonani tanigan, arxivlar joyida bo'lgan, guvohlar topilgan. Hozir esa vaqt o'tgan. Ko'plab korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlari boshqa arxivga topshirilgan yoki ayrimlari yo'qolgan. Shu sababli hozir pensionerning eski stajini tasdiqlashda ko'proq aniqlik talab qilinadi. Yana bir o'zgarish shuki, pensiya hisoblashda faqat stajning o'zi emas, balki ayrim davrlardagi ish haqi ham muhim bo'lishi mumkin. Ya'ni odam 35 yil ishlagan bo'lsa ham, qaysi yillarda qancha maosh olgani to'g'ri tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kutilgan darajada chiqmasligi mumkin. Ayniqsa SSR davrida yuqori razryadli ishchi, ustoz, muhandis, shifokor, o'qituvchi, haydovchi, kombaynchi, brigadir yoki sex boshlig'i bo'lib ishlagan odamlar uchun ish haqi ma'lumotlari juda muhim. Birinchi navbatda men 1970-1980 va 1990 yillarning boshigacha ishlagan pensionerlarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Chunki aynan shu davrlar bo'yicha hujjatlar ko'p hollarda eski arxivlarda saqlanadi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyaga chiqqanda falon yillardagi stajingiz topilmadi, korxona arxivi yo'q. Maosh ma'lumotnomasi olib keling. Mehnat daftarchasidagi yozuv yetarli emas degan gaplarni eshitgan bo'lsangiz, demak bu mavzu sizga bevosita tegishli. Ikkinchi guruh kolxoz va sovxozlarda ishlaganlar. Bu yerda eng ko'p chalkashlik uchraydi. Chunki kolxozlarda mehnat kuni, mavsumiy ish, brigada ro'yxatlari, a'zolik hujjatlari, hisob-kitob vedomoslari alohida yuritilgan. Masalan, bir ayol 1978-yildan 1990-yilgacha paxta terimida, dalada chorvachilik fermasida ishlagan bo'lishi mumkin. U o'zini 12 yil ishlagan deb biladi. Lekin hujjatda faqat ayrim yillar ko'rinadi. Ayrim yillarda esa to'liq ish davri emas, mavsumiy ish ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Natijada pensiya staji kamroq chiqadi. Uchinchi guruh korxona nomi ko'p marta o'zgargan joylarda ishlaganlar. Masalan, avval remont mexanika zavodi bo'lgan, keyin ishlab chiqarish birlashmasiga aylangan, keyin aksiyadorlik jamiyati bo'lgan, keyin tugatilgan. Pensioner mehnat daftarchasida eski nomni ko'radi.
Hozirgi xodim esa bunday korxonani bazadan topa olmaydi. Bu holatda arxivlash kerak bo'ladi. 4-guruh boshqa respublikalarda ishlaganlar. SSR davrida odamlar Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston yoki boshqa hududlarga borib ishlagan. Qurilish, harbiy xizmatdan keyingi ish, mavsumiy mehnat, zavoddagi navbatchilik, temiryo'l, ko'nchilik, neft gaz sohalari ko'p uchraydi. Bugun bunday stajni tasdiqlash uchun o'sha hududdagi arxiv yoki tegishli tashkilotdan ma'lumotnoma olish talab qilinishi mumkin. Bu biroz vaqt oladi, lekin hujjatda topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bo'ladi. Masalan, bir pensioner erkak 1992 yildan 1992 yilgacha zavodda to'qarlik qilgan. Mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan sana bor, ishdan bo'shash sanasi bor, muhr ham bor. Lekin pensiya tayinlash vaqtida 1977-1979 yillar bo'yicha ish haqi ma'lumoti olinmagan. Natijada uning pensiyasi faqat mavjud ma'lumotlar asosida hisoblangan. Keyin u arxivdan o'sha yillardagi oylik vedomostlarni topadi. Ma'lum bo'lishicha, u yuqori razryad bilan ishlagan, ustama olgan, ba'zi oylar qo'shimcha smenaga chiqqan. Agar bu ma'lumotlar qonuniy tartibda qabul qilinsa, pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Farq juda katta bo'lmasligi ham mumkin, lekin har oy 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq qo'shimcha chiqsa, bir yil davomida bu sezilarli pulga aylanadi. Yana bir misol. Ayol kishi 1975 yildan 1965 yilgacha kolxozda ishlagan. Keyin bolalar tarbiyasi bilan uyda bo'lgan. Keyin maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda kolxoz davrining hammasi emas, faqat ayrim yillar hisobga olingan. U avvaliga shunaqa ekandi deb qo'l siltagan. Lekin keyin mahalliy arxivdan kolxoz a'zolari ro'yxati, mehnat haqi qaydnomalari va brigada jurnallaridan ma'lumot topilgan. Natijada uning umumiy staji ortgan. Bunday holatda pensiya huquqi yoki miqdori o'zgarishi mumkin. Yana bir real hayotga yaqin vaziyat. Erkak kishi 1980 yillarda Qozog'istonda qurilishda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr juda xira. Pensiya tayinlashda bu davrga shubha bilan qaralgan. U o'sha tashkilot allaqachon yopilganini biladi. Lekin yopilgan korxonalarning hujjatlari odatda davlat arxiviga topshiriladi. Agar u arxivga so'rov yuborsa, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, ish haqi varaqalari yoki shaxsiy kartochka topilishi mumkin. Demak, faqat korxona yo'q degani staj ham yo'q degani emas. Agar sizning mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar aniq bo'lsa, ishga kirgan va chiqqan sanalar to'liq bo'lsa, korxona muhrlari o'qilsa, pensiya tayinlash vaqtida barcha staj qabul qilingan bo'lsa va sizga pensiya hisob-kitobi tushuntirilgan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin men baribir hujjatlarni bir marta tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki xotirjamlik hujjat bilan bo'ladi, taxmin bilan emas. Agar siz faqat mustaqillikdan keyingi davrda ishlagan bo'lsangiz, SSR davridagi arxiv muammolari sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Lekin oilangizda keksa ota-ona bo'lsa, ularning mehnat daftarchasini ko'rib chiqish foydali. Ko'p hollarda pensionerning o'zi hujjat ortidan yurishga qiynaladi. Lekin farzandlari yordam bersa, masala tezroq hal bo'ladi. Bu mavzuda eng muhim nozik jihat shuki, har bir eski yozuv avtomatik ravishda pensiyani oshirib yubormaydi. Ba'zi odamlar SSR davridagi stajim bor ekan, endi pensiyam albatta 2 barobar oshadi deb o'ylaydi. Men buni to'g'ri tushuntirib qo'yaman. Pensiya qayta hisoblanishi uchun staj yoki ish haqi haqidagi yangi ilgari hisobga olinmagan, qonuniy tasdiqlangan ma'lumot bo'lishi kerak. Faqat og'zaki gap, eski fotosurat, hamkasbning xotirasi, diplom yoki kasaba uyushmasi bileti har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Asosiy kuch rasmiy hujjatda. Yana bir istisno, ayrim davrlar stajga kiradi, ayrimlari esa shartlar bilan kiradi. Masalan, harbiy xizmat, o'qish, bola parvarishi, mavsumiy ish, nogironlik davri. Parvarish bilan bog'liq davrlar bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir odamga to'g'ri kelgan qoida ikkinchi odamga aynan bir xil qo'llanadi deb bo'lmaydi. Men har doim shuni aytaman. Pensiya masalasida qo'shnimga shunday bo'ldi degan gap yo'l ko'rsatishi mumkin, lekin yakuniy asos bo'la olmaydi. Yana bir nozilik ish haqi ma'lumotnomasi. Ba'zan odam stajni tasdiqlaydi, lekin maoshini tasdiqlay olmaydi. Bu holatda staj qabul qilinishi mumkin. Ammo pensiya miqdori kutilganidek oshmasligi mumkin. Chunki pensiya formularida ish haqi ko'rsatkichi muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa o'sha davrda o'rtacha maoshdan yuqori daromad olganlar buni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak.
Yana bir xavf, noto'g'ri ma'lumotnoma. Ba'zi hujjatlarda familiya bir harf bilan farq qiladi. Tug'ilgan sana noto'g'ri yoziladi. Otasining ismi qisqartiriladi. Korxona nomi chalkash bo'ladi. Masalan, pasportda Abdullayev yozilgan, eski hujjatda Abdullayev A yoki Abdullayev Abdu deb ketgan. Bunday paytda hujjat sizga tegishli ekanini qo'shimcha dalillar bilan isbotlash kerak bo'lishi mumkin. Nikohdan keyin familiyasi o'zgargan ayollarda bu holat yanada ko'p uchraydi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, eski pasport nusxalari juda kerak bo'lishi mumkin. Eng katta xato endi kech bo'ldi deb o'ylash. Yo'q. Agar pensiyada bo'lsangiz ham yangi hujjat topilsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasini ko'tarish mumkin. Albatta, hamma holatda ham orqaga katta pul to'lanadi deb va'da berib bo'lmaydi. Chunki bu amaldagi qoidalar murojaat sanasi va hujjatning mazmuniga bog'liq. Lekin murojaat qilish huquqidan foydalanish kerak. Ikkinchi xato, hujjatlarni asl nusxada topshirib yuborish. Men har doim aytaman, asl hujjatlaringizni ehtiyot qiling. Mehnat daftarchasi, harbiy bilet, diplom, nikoh guvohnomasi. Eski ma'lumotnomalar, bularning barchasidan nusxa oling. Agar biror idoraga asl nusxa kerak bo'lsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi tilxat yoki ro'yxat bo'lishi kerak. Uchinchi xato, faqat telefon orqali so'rash bilan cheklanish. Telefon orqali sizga umumiy javob berishlari mumkin. Lekin pensiya va arxiv masalalarida yozma murojaat kuchliroq. Yozma murojaatda siz aynan qaysi davrni, qaysi korxonani, qaysi lavozimni, qaysi hujjatni so'rayotganingizni ko'rsatasiz. Javob ham rasmiy bo'ladi. Keyin shu javob bilan keyingi bosqichga o'tish mumkin. To'rtinchi xato, faqat bitta arxivdan qidirish. Korxona hujjatlari tuman arxivida bo'lishi mumkin. Viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Idoraviy arxivda bo'lishi mumkin yoki korxonaning huquqiy vorisida saqlanishi mumkin. Agar bir joydan topilmadi degan javob kelsa, bu butunlay yo'q degani emas, qayerga topshirilganini. Hujjatlar qaysi fondga o'tkazilganini, korxona qachon tugatilganini aniqlash kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avvalo uyda barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya bilan bog'liq hujjatlar. Pasport, JSHIR, harbiy bilet, diplom, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, shuni tasdiqlovchi hujjatlar, eski ma'lumotnomalar, buyruq nusxalari. Kasaba uyushmasi yoki korxona bilan bog'liq har qanday rasmiy qog'ozlarni alohida papkaga soling. Keyin mehnat daftarchasini diqqat bilan ko'rib chiqing. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi korxonalar bor, qaysi yozuvlar xira, qaysi joyda sana yetishmaydi, qaysi muhr o'qilmaydi. Barchasini alohida qog'ozga yozib chiqing. Men odatda jadval qilishni maslahat beraman. Korxona nomi, ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, lavozim, muammo, kerakli hujjat. Shunda sizning murojaatingiz aniq bo'ladi. Keyingi qadam pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli vakolatli organga murojaat qilish. U yerda siz pensiyangiz qanday staj va qanday ma'lumotlar asosida hisoblanganini so'rashingiz kerak. Mening SSR davridagi mehnat stajim to'liq hisobga olinganmi? Qaysi davrlar qabul qilingan, qaysi davrlar qabul qilinmagan? Qayta hisoblash uchun qanday hujjatlar kerak degan mazmunda yozma murojaat qiling. Og'zaki tushuntirish foydali, lekin yozma javob sizga keyingi ishda ko'proq yordam beradi. Agar sizda ayrim yillar bo'yicha ish haqi ma'lumoti yetishmasa, arxivga so'rov tayyorlang. So'rovda men falon yildan falon yilgacha falon korxonada falon lavozimda ishlaganman. Ish stajimni va ish haqimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, o'sha davrdagi familiya, korxona nomining eski varianti. Taxminiy bo'lim yoki seks nomi, yashagan manzilingiz bo'lsa, barchasini yozing. Ma'lumot qancha aniq bo'lsa, arxiv xodimi shuncha tez topadi. Agar korxona boshqa hududda bo'lgan bo'lsa, internet orqali o'sha hudud davlat arxivining manzilini toping yoki mahalliy arxivdan yo'nalish so'rang. Ayrim hollarda elektron murojaat qilish mumkin, ayrim hollarda pochta orqali yuborish kerak bo'ladi. Javob kelishi vaqt olishi mumkin. Bu jarayonda sabr kerak, lekin natija katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar arxivdan hujjatlar saqlanmagan degan javob kelsa, darhol taslim bo'lmang. Korxonaning huquqiy vorisi bormi? Yuqori tashkiloti bo'lganmi? Soliq yoki statistika idoralarida iz qolganmi? Kasaba uyushmasi hujjatlari saqlanganmi? Shularni aniqlash mumkin. Ba'zan shaxsiy kartochka topilmaydi, lekin ish haqi vedomosti topiladi. Ba'zan buyruq topilmaydi, lekin shtat jadvali
va tabel bo'ladi. Har bir rasmiy hujjat yordam berishi mumkin. Agar sizga rad javobi berilsa, rad sababini yozma shaklida oling. Hujjat yetarli emas deyishsa. Aynan qaysi hujjat yetishmayotganini so'rang. Staj qabul qilinmaydi deyishsa, qaysi norma yoki qaysi asosga ko'ra qabul qilinmayotganini so'rang. Bu juda muhim. Chunki aniq sababni bilmasdan muammoni hal qilib bo'lmaydi. Men farzandlarga alohida murojaat qilmoqchiman. Ota-onangiz pensiyada bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta ko'rib chiqing. Ko'p keksa insonlar men yurmayman, baribir foydasi yo'q deb o'ylaydi. Lekin siz yordam bersangiz, ariza yozsangiz, arxivga so'rov yuborsangiz, natija bo'lishi mumkin. Hatto pensiya ozgina oshsa ham bu keksa odam uchun dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajatida katta yordam bo'ladi. Pensionerlarga esa shuni aytaman: o'z mehnatingizni qadrlang. Siz zavodda ishlagan bo'lsangiz ham, dalada mehnat qilgan bo'lsangiz ham, maktabda dars bergan bo'lsangiz ham, kasalxonada navbatchilik qilgan bo'lsangiz ham, qurilishda ter to'kkan bo'lsangiz ham, bu yillar shunchaki xotira emas, bu sizning huquqiy stajingiz bo'lishi mumkin. Uni isbotlash uchun hujjat kerak, hujjatni topish uchun esa harakat kerak. Ariza yozayotganda umumiy gaplardan qoching. Pensiyamni oshirib bering deb yozish yetarli emas. Aniq yozing. 1979 yildan 1996 yilgacha falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajimga kiritilgan-kiritilmaganini tekshirishingizni so'rayman. Yoki 1993-1992 yillar bo'yicha ish haqi ma'lumotlari pensiya hisob kitobida inobatga olinganmi? Shuni ma'lum qilishingizni so'rayman. Ana shunda javob ham aniqroq bo'ladi. Agar qayta hisoblashni so'rasangiz, arizaga topilgan arxiv ma'lumotnomasi nusxasini ilova qiling. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasini ham qo'shing. Agar hujjatda ism qisqartirilgan bo'lsa, shaxsni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma nusxalarni tartib bilan joylashtiring, arizada ilovalar ro'yxatini ko'rsating. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, SSR davrida ishlagan pensionerlar uchun eski mehnat staji hali ham katta ahamiyatga ega. Elektronlashtirish, arxiv ma'lumotlarini tekshirish, hujjatlarni qayta ko'rib chiqish jarayonlari ayrim odamlar uchun yaxshi syurpriz olib kelishi mumkin. Ya'ni ilgari hisobga olinmagan staj yoki ish haqi topilib, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Lekin buning uchun kutib o'tirish emas, hujjatlarni tekshirish, arxivga murojaat qilish, yozma javob olish va kerak bo'lsa qayta hisoblashni talab qilish kerak. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq mehnat daftarchasini oching, eski yillarni tekshiring, ota-onangizning hujjatlarini ko'rib chiqing, shubhali joylarni yozib oling va vakolatli organga murojaat qiling. Har bir yil, har bir oy. Ba'zan bitta ma'lumotnoma ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizda SSR davridagi staj bilan bog'liq tajriba bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi yillarda ishlagansiz? Hujjat topishda qiyinchilik bo'lganmi? Pensiyangiz qayta hisoblanganmi? Bu boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan pensioner o'z mehnati uchun munosib haqni talab qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.